Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldiniz. Men Nuriya Rahman. Bugun 5-oyning 14-kuni. Yilda bir qitim keladigan Analar bayrami. Men kitap o'qish munbiriga qarindoshlarim ham qizim Dilfuruzga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi analarning, cho'ng analarning, yosh analarning, qaynanalarning ham o'gay analarning bu Analar bayramini tabriklayman. Bu bayram munosabati bilan men Avstraliyada o'ltirishliq do'stim Yulduzning dadasi marhum shoirimiz Tayifjon Eliyopning bir she'rini hozirlar sunaman. Bu she'rni marhum shoirimiz 1984-yili Olmaotada yozgan bo'lib, ko'rishmaginiga 24 yil bo'lgan onasini ko'rgandagi hislarini mujassamlagan. Xo'sh. Anam quchoqladi, anam deb meni. Men bu yoqda, anam u yoqda. Oradan bir ömür o'tibdi. Men uni har dam seg'inganimdek, u mu har dam meni kutibdi. Oyoqlashib hijron tunlari, chaqnidi tongdek visal julasi. Şundaq iken tarix taqdiri ijobat bo'libdi ana duosi. Yetib kelgan didor paytida anam oldiga kirdim salom deb. Men ana deb bag'rimga bassam, u mu bag'riga basti anam deb. Bolasini mu anam deb atab suyunidi ezelden Uyg'ur. Ana bir isim bo'lsa-mu biroq ma'nisi ulug', mazmuni cho'nqur. Ana mehri ko'ydirdi bizni. Ana mehri qushtirdi bizni. Ana mehri so'ydirdi bizni. Ana mehri boshqurdi bizni. Ana deyish anadan qolgan. Ana deyishni ana o'rgatgan. Her ikkimizning onasi birla. Shu emasmi bizni kim etgan? 1984-yili fevral Olmaota. Meningcha ona bo'lganlardan bolasini anam deb erkiletib bakmagan birmi Uyg'ur ona bo'lmasi kerak. Xo'sh, analık şərəfiga nail bo'lib, analık mas'uliyat ham burchlarini yaxshi ado qilib yashayotgan mehribon, kuyimchan, tirishchan, qo'llari gul mehnatkash analar. Teninglarga salomatlik, turmushinglarga xotirjamliklar yor bo'lsin. Analar bayraminglarga muborak bo'lsin. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Qishlarni xandan urib, bizning Analar bayramimizni tabriklamoqda. Xayr xo'sh. Selam. Klavyeremdeki. Selam. Mana. Yaxshimi?